Lekin hurmatli dehqonlar, fermer xo'jalik rahbarlari, mana bugun 8-aprel 2025-yil ushbu dalamizni O'rtachiq tumanida joylashgan Qaytmas mavqeida 2 marta Aminoasid kompaniyasi bilan ishlaganmiz. Hozirgi holati shunday. Yaxshi ishlatishlarga qulay. Endi xudo xolasa natijasini yuksak baholab turibmiz. Bu 26 gektarlik maydon, narigi yana qo'shimcha maydon 10 gektarlik maydon bor. Qaysi urug'mi bu? Vassa. Mehnatlari yaxshi mehnat qilganlar. Albatta har bir narsa mehnatga bog'liq. Berilgan dorilarni, tavsiyalarni o'z vaqtida bajarib, to'g'ri amalga oshirayotganlar uchun ham dala maydonlari mana shu holatdagidek chiroyli ko'rinishda. Xudo xohlasa aynan shu joydan nasib avvalolloh shu ketishda davom etsalar, zararkunanda kasalliklardan yaxshi himoya qilib, qolgan ishlovlarni ham bersalar, nasib hosildorlikni ham albatta ko'ramiz. Hozirgi kunda endi o'rtacha hisobda hisoblayapmizki, o'simlik holatidan 75 kamida bo'lmasam 85-90 sentimetrni mo'ljallab turibmiz. Inshaalloh yana o'rim holatida nasib yana bir kelib natijalarni olib beramiz. O'rim holatida aniq. Albatta. Oxirisi xirmonda bo'ladi. Rahmat. Rahmat sizlarga ham.